Aziz obunachilarimiz, Sayfullo TV siz uchun Samarqand shahrida mana ko'rib turganingizdek bu tomon kiraverish bo'lyapti. Yana bir kvartiramiz sotuvga chiqardik. Eshikdan kiraverish qismi chap tarafimizda katta spalni xonamiz joylashgan. Ko'rib turganingizdek mebel jihozlari bilan jihozlangan. Televizor, konditsioner jihozlari bor. Aziz obunachilar, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz va ikkinchi xonasini ko'rsatamiz. Bu yerda ham katta spalni, televizor bilan jihozlangan, mebellar bilan jihozlangan. Ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Aziz obunachilar, Samarqand shahrida kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 2 xonali kvartira 3 xona qilingan. Hozir hojatxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilarimiz, mana ko'rib turganingizdek hojatxona qismi, kir moshina, yuvinish xonasi va bu tomonda unitaz. Bu tomonda esa o'tirib ovqatlanish uchun mebel, ugalok qo'yilgan. Aziz obunachilar, bu tomon oshxona qismi ko'rib turganingizdek vitishka, xolodilnik, hamma sharoitlari bor. Bu yerda ham televizor qo'yib ketilgan, muzlatgich ham bor. Bu tomon kirlarni yoyib qo'yish uchun shunday отдельный yana xonasi bilan ko'rib turganingizdek, bu tomon oshxona qismi mebellar bilan jihozlangan. Aziz obunachilar, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Manzilimiz Sartepoda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlar, ma'lumotlarni ekranda yozib qoldiramiz. Aziz obunachilar, bizni kuzatib boring. Sayfullo TV siz uchun mana shunday Samarqandda kvartiralarni sotuvga chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek kvartira dahshat, zo'r, zaxadi, ijvi, tayyor. Shunday kelinadi, kiriladi, yashash kerak bo'ldi.